Qayni opam degan insonim kundoshim bo'lib chiqdi deb gaplashadilar bir obunachim. Erim bilan bir yil sevishib yurdim. Ota-onam rosa qarshilik qilishdi, lekin ularni ko'ndirib shu yigitga turmushga chiqdim. To'ydan keyin qaynonam menga yaxshi muomala qilardi, lekin qayni opam meni har doim jerkib men bilan urushardi. Ovqatimdan tinmasdan ayb topardi. Eringizga u yoqadi, eringizga bu yoqadi deb menga aql o'rgatardi. Qayni opamni bitta qizi bor edi. Eri chet elda ishlaydi. Qizim biza bilan yashab turadi, eri kelguncha deyishganda to'ydan oldin. Opa uka juda ham inoq edi. Juda ham ko'p suhbatlashib o'tirishardi. Erim mendan ham ko'p qayni opam bilan yaqin edi. Bir-birligiga juda ham mehribon bo'lib ulg'ayishgan derdim. Orada men homilador bo'ldim, lekin homiladorligimni eshitgan qayni opam umuman xursand bo'lmadi. Bir pasda homilador bo'ldingizmi, o'zi o'lib turgan ekansiz deb tinmasdan kinoyali gaplar qildi. Men e'tibor bermasdan o'zim hayotimda o'zim baxtli edim. Toki erimni telefonida qayni opam bilan yozishgan SMS'larini o'qib qolmagunimcha. Xuddi eri xotinlardek gaplashishgan edi. Bir-birini erkalab, erim hatto men bilan ham bunaqa gaplashmasdi. O'sha kuni asabiylashib, qattiq jahlim chiqqanidan hushimdan ketdim va ko'zimni kasalxonada ochdim. Homilamdan ayrilgandim. Erimdan so'rasam, bu hazil edi. Nimaga meni telefonimni ko'lading deb javob berdi. Qayni opam esa hammasini tan oldi. U aslida erimning opasi emas, birinchi xotini ekan. Ular 5 yil davomida farzand ko'rishmagan. Keyin bir qizaloq asrab olishgan. Lekin qaynonam o'g'lini o'zini zurriyoti bo'lishini xohlagan va menga uylantirishgan. Men farzand tug'ib berganimdan keyin bolani olib qolib, men bilan ajrashmoqchi bo'lgan. Shu sababli ularni hech kim tanimaydigan boshqa joyga ko'chib kelishgan. Bularni eshitib shok bo'ldim va erim bilan ajrashdim. Bunaqa holat faqatgina kinolarda bo'ladi deb o'ylardim, lekin meni hayotimda shunaqa voqea bo'lishi hayolimga ham kelmasdi. Turmushga chiqishdan oldin surishtirib, 7 avlodini tanib, keyin to'y qilishinglarni maslahat beraman deb gaplarini tugatdilar. Bu voqea haqida fikringizni kommentariyaga yozib keting. Agar siz bu hikoyaga ishonmasangiz, storiesda yozilgan isbotlar bilan qo'yaman. Sizga ham shunaqa hayotiy voqealar yoqsa, like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'ying.